menga qara, ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Urib yuboraydingmi? Men bor uzr. Bitta inson uyini qidirayotgandim. Hayol bilan ko'rmay qolma. Qidirayotgan odamning oti nima? Lutfulla degan bola aka. Mabodo tanimaysizmi? Hech qanaqa Lutfulla degan bolani tanimayman. Ko'zingga qarab yurgin, tushundingmi? Xo'p, aka. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Shu desangiz, billa yoshida katta bo'lgan og'aynim bor edi, Lutfulla degan bola. O'zim ishlarim bilan bo'lib, ancha yillardan beri ko'rishmayaptim. Hozir uyga chaqirib borsam, uyini sotib, mana mahallaga ko'chib kelgan deyishdi. Voydan beri qidirib topolmayapman-da. Mabodo tanimaysizmi dadam? Yo'q. Mayli adi, men ishga ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Shoshmay tur o'g'lim. Labbi adi. Mana bu yigit tomonani so'rab kelibdi. Shu mahallada turadi deyishgan ekan. Sen tanimaysan, mabodo? Qidirayotgan bolangiz oti nima? Lutfulla degan bola. Orqa mahalladagi boshiga ish tushib qolib, yaqinda uyini yarmini sotgan bola bor-ku. O'shanga siqilib, onasi olamdan o'tib qoldi-ku. Kecha mahallada ham gap so'z bo'lyotdi-yu, ikkita bolasi bilan xotini ham tashlab ketibdi deb. Hozir eski mahallasida ham yaqinda onasi olamdan o'tib qoldi deyishdi. Uyni bilasizmi? Bilaman. Yuring aka. Iltimos shuni ko'rsatib boring. Mayli, yuring. Hozir. Narsani oldinga aybimni tan olib, boshimga yeb keldim. Yuzimga ishing yo'qmi, o'rtoq? Shunaqa turaveramizmi? Uyingga taklif qilmaysanmi? Yoshlikda orzuni ham, niyatni ham billa qildik. Har qanday holatda yoningda bo'laman deb bir-birimizga va'da berdik. Lekin yoshimiz ozgina katta bo'lib, meni ishlarim yurishib, ozgina qo'lim ishto'rsin pul ko'rib, senga yoshlikda bergan va'dalarimni unutib qo'ydim. Shuncha boshingga sinov kelibdi. O'rtoq, o'sha paytlar yoningda bo'la olmaganim uchun meni kechir. Bitta bag'rimga bosib, sog'inib ketdim sen. Do'stim. Qat'i yo'q ketdi. Mana seni sog'inganman jigar, sog'inganman. Meni kechir. Ko'zlarim biriksin pul qo'rqib qo'yibdi jigar. Meni kechir jigar. Meni kechir. Xato qilsam mendan yuzing burma do'st. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان